Farruh Abrorqulov qahramonimiz bugungi kunda Turkiyada o'z biznesini yo'lga qo'ygan yoshlardan. 2020-yildan buyon qardosh yurtda bo'lgan vatandoshimiz Turkiyaga kelgan sayyohlar, talabalarga huquqiy yordam ko'rsatish va konsalting xizmatlari biznesiga egadir. Vatandoshimizdan bu mamlakatda biznes yuritish uchun kerak bo'ladigan kichik ammo asosiy ko'rsatmalarni oldik. Yo'lda asosiy masala qiyinchilik tomoni ma'lum bir muddat eng kamida stajga ishlaydigan bir yigit xodimni topish o'zi qiyin. Ikkinchi masala, unga oylik daromadni rasmiy to'laydigan bo'ladigan bo'lsangiz, soliqlari bilan hisoblaganda eng kamida bitta ishchi ishlash uchun $1000 ko'proq rasxodi bo'ladi. Bundan tashqari bitta xorijlik fuqaroni ishga olish uchun 5 nafar turk fuqarosini ishlatish degan qonuni bor. Ya'ni men hozir O'zbekistonda ishlatish uchun 5 ta turk ishga olishga majburman. Rasmiy demoqchiman, 3 nafar. 5 ta turk ishga olgan taqdirimda ham ushbu turk fuqarolarga har oyda kamida $1000 oylik to'lashga majburman. Yana bir masala, Turkiyada eng ko'p tanlanadigan kompaniya turlari mas'uliyati cheklangan jamiyat va aksiyadorlik jamiyati hisoblanadi. Mas'uliyati cheklangan jamiyatni tashkil etish uchun esa minimal kapital talabi mavjud bo'lib, bu miqdor kompaniyaning faoliyat turiga qarab o'zgarishi mumkin. Xo'sh, bu holatlar yosh tadbirkor uchun qanday boshlangan? Misol uchun begonada ishlashni o'zi ruxsatini olish qiyin. Bir firma misol uchun rasmiy qilib yurityapsiz, buxgalter oldingiz, ish xodimlar oldingiz, lekin ularga oylik maoshni rasmiy tarzda to'laysiz. Chunki bu juda katta bozor. Ushbu bozorda baribir qanchalik kengroq misol uchun xizmat ko'rsata olsangiz, shunchalik tez ko'tarilasiz. Hozirda ofisda har kuni kelib ishlaydigan xodimlar soni 2 ta, lekin onlaynda ishlaydiganlar soni 5 ta. Umumiy shuncha xodimlar hisoblaydigan bo'lsak, marketing jamoasidagi 15 nafarga yaqin xodim ushbu faoliyatdamiz. O'rtalama qiymatini olganda 1 yillik daromad $100,000 atrofida. Qahramonimizning gapidan shuni bilish mumkinki, qardosh mamlakatda biznes boshlash jarayoni murakkab bo'lishi mumkinligi sababli tajribali yuristlar va moliyaviy maslahatchilar bilan hamkorlik qilish tavsiya etiladi. Bu nafaqat qonunchilik talablariga rioya qilishda, balki biznesingizni muvaffaqiyatli yo'lga qo'yishda ham yordam beradi.